Kiyadis qaynonamdan kiyadischa achchiqqina tovuqli sho'rvani retsept. Mikroblarga to'la tovuqni birinchi 3-4 minut qaynatib olib, yaxshilab yuvib chiqamiz. Bu sho'rvaga bitta butun tovuq bilan sabzi, kartoshka, ko'k piyoz va qo'ziqorin kerak bo'ladi. Shuna qilib masalliqlarimizni katta-katta qilib yaxshilab to'g'rab olamiz. Siz ham bitta butun tovuqni ishlatayotgan bo'lsangiz, quritilgan qalampirdan 4 qoshiq solsangiz yetadi. Agar qalampiringiz achchiqroq bo'lsa, kamroq solishingiz ham mumkin. Bu sho'rvaga tuz qo'shilmaydi, shuning uchun 5 qoshiq soyavoy sousdan solish kerak. Qaynonam ikkalamiz tuzi ko'p qo'shilgan ovqatni yemaymiz, shuning uchun agar sizda tuzi kamroq bo'lib qolgan bo'lsa, ozgina soyavoy sousdan ko'proq qo'shishingiz mumkin. Va 1 qoshiq shakardan ham qo'shib yuborish esingizdan chiqmasin. Oxirida esa 1 qoshiq maydalangan chesnok bilan 1 qoshiq qalampirdan tayyorlangan tomat sousini ham qo'shib yuboring. Qaynonam qora murchni ta'mini juda ham yaxshi ko'radilar, shuning uchun oxirida qora murchdan ham ozgina sefordilar. Hamma masalliqlarimizni solganimizdan keyin shuni qilib yaxshilab bir marta aralashtirib oling va gazga qo'yib 3-4 minutda shu holatda ozgina pishirib oling. Bitta tovuqli sho'rvaga 4 stakan suv ketadi. Suvni quyib, ustidan kartoshka bilan sabzini qo'yib 10 minutga yaxshilab qaynatib olinglar. 10 minutdan keyin yaxshilab qaynab chiqqandan keyin qolgan sabzavotlarni ham qo'shib olsangiz bo'ladi. Bir marta qaynab chiqqandan keyin qo'ziqorin bilan ko'k piyozlarni ham solib yana 10 minutga qaynatib olsanglar, shundan keyin ovqatimiz tayyor. Bemalol guruch bilan yesangiz bo'ladi va har xil salatlar bilan ham yesangiz juda ham mazali ketadi. Bu yog'i esa mukbang. Achchiqqina mazza. 여기 다리 있어. 있는 거다.